o'ynamamizga ancha bo'lib ketibdi. Anchadan beri video chiqardim. Hozir o'yin ancha yengil bo'lgan. Va 70 ligalar kelgan ikkita arkada. Birinchidagi mana akkauntim, ikkinchidagi Saru, mana Firdavs, ukam, Neratni ukam, to'g'riroq shogirdim. Bu o'yindagi shogirdim bo'ladi. O'zim bilgan hamma narsani o'yinga o'rgatyapman. Keyin Vistavkada ham mana akkauntim Gizikta bilan men top 1 bo'lganman. Vistavkani joy bo'lganman. Keyin hop bu ligaga kelsa yo'li u top 14 da. Уже top 15 undan pastlari top 10 dan уже pastlari bo'ldilar hisob. U musulmon просто bunga nastroyka qila olmagan. Men ham bunga nastroykani bilmayman. Shuning uchun top 15 dan pastda. Yo'q, kelsa top 1 da bu yoqda men просто boshqa akkauntim. Agar 20 ta like qilsanglar, mana nechta akkauntim bor, hammasini leveli necha, общий kuboklar soni, keyin общий o'ynagan vaqtim hammasini alohida bitta video qilib chiqaraman. Bu akkauntimda o'sha yangicha avatarkalar qo'yilgan. 23 ta kubok, mashinam 3 ta. Общий o'ynalgan vaqt 438 kunu 15 soat. Xo'p, yutqizganim 1147 ta, yutganim 6172 ta. Mana bitta kubok ko'rsatyapti bu yerda. Sovrana kubok 23 ta. Belgiya kelsa deputat. Xo'p, hozircha adminlar yo'q ekan. Adminlar bo'lsa mana bu flut qotganlarga bamber bo'lgan bo'lardi. Mana buni tashiydigan bo'lsak, oddiy mashina bu. Mazza yangilanishdan keyin mana shunaqa bo'lib qoldi. Bir dona mashina tashigandan keyin 50 sekund boshqa mashina tashay olmaysiz. Xullas, sizlarga aytmoqchi nastroykalarni o'rgatish. Nastroykaga xolisligiga o'ch, xolisligiga yo'qdi. Men sizlarga bugun 402 ga o'rgataman. Keyingi videoda 8 to'rga, undan keyingisi 1 millik, undan keyingisi 2 millik. Buning uchun kerak bo'ladi. Shuni qilamiz. Birinchisini 6 qilamiz. 308 qilamiz, ikkini. Keyinsini 9. Keyinsini 6. Keyinsini 5. Undan keyingisini 68. Undan keyingisini 55. 54 mayli. 7. 22. 16. Ko'rayotganingizdek, nastroykalarda anaqa narxlar tepasi ko'rayotganingizdek 2927 chiqyapti. 9100 800 ko'rayotganingizdek shunaqa. Nastroykamiz 8 to'rga ham bo'ladi, mayli sizlarga. Aytib ketaman. Agar 50 ta like bo'lsa, общий ana 20 ta bilan 70 ta like qilib bersanglar,
общий video qilib chiqaraman. Nastroykalar qilish, keyin nechta kubokim bor, nechta akkauntim bor, hammasini o'rgatib sizlarga ko'rsatib nima qilsam nima bo'ladi, necha tezligi chiqsa bo'ladi, o'zi eng maksimum hammasini o'rgatib boraman. 402 mana. Unchunchasi yutolmaydi 402 keyin sizlarni. 456. Undan ham tez keluvdim, ko'rgan bo'lsanglar 14 plus deyapti. Boyidan ancha sekinsan, 14 tezligiga sekinsan deyapti. Shu 13 bittaga kamaydi. Mana bu Firdavs, mana shogirdim. Boya videoni boshida aytib o'tganimdek. Ko'ramiz buni kuchini. Yo'q. Ko'rasizlarmi shogirdda? O'zbekiston. Tezroq aziyat etmish like qilsanglar, tezroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Biroz ishlar bilan video chiqarishga ham vaqt bo'lmayapti. 35 minus bordi, ko'ryapsizlar. To'g'ri 35 degan. O'zim akkauntim bu. 241 bo'ldi o'ynim. Sakkizta o'rgan xuddi shunaqa nastroyka bo'ladi. Qanaqa buyuraman deganlar uchun hozir o'rgataman. 402 ko'rayotganinglarda yurishim mana nitron bosib o'tirdim, betga qonadi. 402 dan ikkita kelish uchun mana bo'ladi bu. 5 ga chiqqanda nitron bosiladi. Shuna yuriladi keyin. Время 587. Endi sekinroq keldim bunda. 3 plus deyapti. Mening nastroykam bor, просто sizlarga yozib ko'rsatgim kelmayapti. Keyingi videoda ko'rsataman hammasini. 70 like bo'lsa agar. 1110. Bitta keyin ko'pchilik bilmaydi. Eng katta tezlik emas. Necha sekundda kelganingiz rol o'ynaydi. Qolgani qiziq emas. 1000 sekund kelsangiz ham, tez kelsangiz sizdan zo'ri yo'q. Mana 589. Xullas, bugungi video shundan iborat bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boya aytib o'tganimdek 70 like bo'lsa, nechta akkauntim bor, nechta общий kubogim bor, o'yinda hamma nastroykalarni eng tez nechiga chiqsa bo'ladi. 1 milli, 2 milli hammasiga nastroykalar beraman sizlarga. Uning uchun sizlar podeshib ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat.